Assalomu alaykum qadrli obunachilar ushbu videoni ko'rayotganlar. Mani ismim Og'abek men sizlarni YouTube kanalimda ko'rganimdan juda ham xursandman. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, men o'zim O'zbekistonda tug'ilib, katta bo'lib, maktabni bitirib, Rossiyaning Moskva shahriga o'qish uchun kelganman bakalavriatga. Xudoga shukr, 4 yil umr o'tdi, diplomlarni qo'limizga oldik. Men shu 9-10, 11 sinfli vaqtim, u vaqtlar YouTube juda populyarni edi. YouTube'ga kirib ko'p kontent izlardim. Именно Rossiyadagi universitetlar haqida, o'zimizni bolalar qanday o'qishyapti. Ochig'ini aytaman, o'zbek tilida kontent juda ham kam. Qo'llar bo'shab, решился 3-4 ta video olishga, более подробно o'zimning opitimdan kelib chiqqan holda rossiyskiy образование haqida gapirib berishga o'ylaymanki, video juda ham manfaatli bo'ladi. Avvalosi, o'qishi darajalari, stipenlari haqida gaplasha olsak, agar siz 11 yil o'qib, maktabni bitirgan bo'lsangiz, to qo'lingizda attestat plus ilovasi приложениyasi bo'ladi. Agar siz kollejni bitirgan bo'lsangiz, to 3 yil yoki 2 yil o'qib, qo'lingizda diplom plus diplomning ilovasi. Akademik litseyda o'qigan bo'lsangiz, 3 yil adashmasam, qo'lingizda akademik litsey diplomi ilovasi bo'ladi. Sizlarda o'rta ta'lim bor. Keyingi qadam bu oliy ta'lim, to есть высшее образование. Высшее образование ikki xil tipda o'qiladi. Bu bo'ladi bakalavriat, либо же специалитет. Farqi, bakalavriat 4 yil o'qiysiz, специалитет 5 yil, 6 yil. Ko'p sohalar, где-то 70-75% sohalarning hammasi bakalavriatda. Meditsina, injenerniy ba'zi sohalar, tamojenniy, bu sohalar специалитетda o'qiladi, to есть 5 yil. Либо 6 yil meditsinada. Undan keyin davom ettiraman desangiz, bor stepen magistratura, bakalavriatni bitirib topshirsangiz bo'ladi. Bor ordinatura для медиков. Специалитетdan, meditsinadan tashqari boshqa sohalarda o'qiganlarga не обязательно, o'qisa ziyon qilmaydi, magistratura o'qisa bo'ladi ular ham. Sizlarda уже второй diplom bo'lyapti, высший. Undan keyingi stepen, to есть o'qib zerikmaganlar uchun bor aspirantura, to есть PhD 3 yildan 4 yilgacha. Xo'p, rossiyskiy universitetlarni dunyoda reytingi haqida gaplashadigan bo'lsak, agar biz topovoy там QS, Z reytinglarni olib qaraydigan bo'lsak, oxirgi 4 yil, to есть 2022-yildan boshlab to 2026-yilgacha sifatda постоянный. Уже ungacha ham ko'p ham topovoy universitetlar ko'p emasdi. Sabab endi u reytingni qiladigan saytlar или там organizatsiyalar ko'pi Yevropada либо Amerikada joylashgan. Из-за этого есть некая ненависть, то есть rossiyskiy universitetlarni относительно past baholashadi. Urush boshlangandan keyin yana ham past baholanish boshlandi. Xo'p, videoni eng go'shli qismiga, sokiga kelyapmiz. Endi universitetlarni turlari haqida gaplashsak, Rossiyada 5 xil turdagi universitet bor. Birinchisi bu topovoy universitetlar. Основном ochilganiga ancha yil bo'lgan. Точнее, agar to'g'ri aytadigan bo'lsak, birinchi universitetlardan ochilgan Rossiyada. Diplomi ko'p davlatlarga bez notifikatsiya o'tadi, так mingtalikka ham kirishadi. Shunaqa universitetlar. Ikkinchi o'rinda bu federalniy universitetlar. Federalniy universitetlar Rossiyada shunaqa narsa bor, masalan, bizda oblastlarda bo'linsa, bu yerda ham regionlarga bo'linadi. Federalniy okruglarda topovoy universitetlari bor o'zini. Bu Rossiyani prям nima desam ekan, fundament universitetlari, основном kadrlarni mana shu universitetlar regionlar uchun chiqaradi. Bular primer qilib aytishim mumkin, Kazanskiy federalniy universitet, bu Privolskiy okrugida topovoy universitetlaridan. Bor Uralskiy federalniy universitet, Sibirskiy federalniy universitet, keyin bor Дальневосточный federalniy universitet. Undan keyin keladi отраслевой universitetlar. Отраслевой universitet degani bu bir sohaga kadrlarni yetishtirib beradigan o'sha sohani ministerstvosiga qaraydigan universitetlar. То есть обычно vuzlar Ministerstvo образования, то есть oliy ta'lim vazirligiga qarasa, bu universitetlar, masalan, meditsinadagi почти hamma universitetlar Minzdravga qaraydi, то есть sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli. То есть finansирование, kontrol с их стороны. То есть Ministerstvo образования kamdan-kam protsesslarda aralashadi ularning tam deятельностiga. Temir yo'llarniki ham bor, masalan, ular Ministerstvo transporta shunga qarashli. То есть ularda вышестоящий organ finansировать qiladi, kontrol qiladi именно mana shu vazirlik. Bor keyin regional universitetlar. Regional universitetlar deganda, masalan, Rossiyada bilasizlar, respublikalar bor,
mana shu respublikalarning tam основном sentrlarida bor o'zini tam universitetlari, kuchli universitetlar. И ular ham ancha stoящий universitetlar. Ularda finansирование regionальный byudjetdan bo'ladi. Но ularning ko'pi agar отраслевой bo'lmasa, bu degani baribir Министерство образованиеga qaraydi. Но дополнительно regionальныйdan ham olishadi ular finansирование. Keyingisi bu частный universitetlar. Bred Pitt aytadi-ku, там qaysi kinoda Есть богатые команды и есть бедные команды. Потом 50 метров говна, а затем мы. Это нечестная игра. Sinergiyada o'qiydiganlar xafa bo'lmaysizlar mendan. Keyingi eng muhim etaplardan bittasi bu, конечно же, o'zingizga soha, yo'nalish tanlashingiz. Qanday qilish kerak? Hammada har xil o'zini, kabi tanlash yo'li bor. Men o'zimniki bilan bo'lishaman, может, kimgadir полезно bo'ladi. Xo'p, matematikada krugi Eylera degan narsa bor. Прямоугольник, men bu yerda chiqaraman. Прямоугольник. Tasavvur qiling, mana shu прямоугольникning ichiga hamma kasb yozilgan. Dunyoda bor hamma kasb yozilgan. Xo'p, и mana shu прямоугольникning ichida 3 ta krug bor. Aylana. Aylananing ichida, har bir aylananing ichida kasblar bor. U aylananing ichiga, 3 ta aylananing ichiga hamma kasbga kirish shart emas. Birinchi aylana bu sizga qiziq bo'lgan sohalar. То есть o'zida qiziqish bor, yoshlikdan niyat qilgansiz, может там kimdir bilan shu sohada ishlaydigan bilan yaxshi suhbat bo'lgan, sizga shu soha juda ham qiziq. Birinchi aylananing ichiga shu sohalarni yozasiz. Ikkinchi aylana bu sizni qo'lingizdan keladigan aylana. То есть mana shu sohada qandaydir optingiz bor. То есть tam deylik, masalan, ota-onangiz ishlagan bo'lishi mumkin bu sohada. Siz borib yordam bergansiz, yoki ishxonasida bo'lgansiz, yoki не обязательно ota-onangiz, akangiz, ukangiz, tam qarindosh urug' deydi-ku. Вот, qandaydir buni ko'zingiz yetadi, to'g'ri shu soha bo'yicha bitirib chiqib ishlashga borsangiz, siz точно ishlaysiz, sizga yoqadi. Uchinchi aylanani ichidagi kasblar bu hozirgi momentda haqiqatan ham yaxshi pul topsa bo'ladigan sohalar. Mana shu 3 ta aylanani kesishmasda hosil bo'lgan sohalar, to есть shunaqa sohalar borki, mana shu 3 ta aylananing ichiga ham kiradi. Mana shu sohalarning ichidan siz o'zga yo'nalish tanlashingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari yana полезный bo'ladi. Saytlar bor, Raik, bitta saytlar bor. Bu saytlar nima qiladi desanglar, bu выпускникlarni danilaridan statistika yaratadi. Reyting chiqaradi. Qanaqa reyting desanglar, masalan, deylik, tam MGUni 1000 ta odam bitirib chiqdi. Или может oddiroq universitetdan bo'lishi mumkin. 1000 ta odam bitirib chiqdi. Mana shu 1000 ta odamdan qanchasi 3 oy ichiga, 6 oy ichiga ishlik bo'ldi уже. Bu birinchi kriteriy. Ikkinchisi o'rtacha oyligi qancha mana shu bitirib chiqqan bolalarni. Mana shuni saytlar publikovать qiladi. Kirib shu saytlarga qarasangiz bo'ladi. O'zingiz tanlagan universitet tanlaysiz, keyin sohangizni tanlaysiz. Ko'rasiz qancha protsent odam ishlik bo'lyapti, qancha o'rtacha oylik olyapti. Yana mana bu rekrutingovый kompaniyalarni saytlardan ham izlasangiz bo'ladi. Но мне кажется, больше подойдет LinkedIn. LinkedIn degan sayt bor. O'sha yerda registratsiya bo'lishingiz kerak. Registratsiya bo'lasiz, kirasiz. Ertaga o'zingiz universitet bo'yicha zaпрос berasiz, hamma bitirgan bolalar chiqib keladi. Endi hammasi emas ham, kim registratsiyadan o'tgan bo'lsa, endi ko'plar registratsiyadan o'tadi Rossiyada. Endi urushgacha 2022-yilgacha bu sayt ishlayotgandi. Kirasiz, o'sha bitta universitet bo'yicha zaпрос berdingiz, bitirgan bolalarni ko'rdingiz, qarab chiqasiz. Qaysi siz yo'nalishingiz bo'yicha o'qigan, nima ish bilan band hozir, qayerda ishlayapti, qaysi kompaniyada ishlayapti. Keyin dальше sizga yordamga Google, Yandex kirasiz, poisk berasiz, mana shu kompaniya, mana shu должность, qancha oylik. Ana shuni tanlasangiz ham bo'ladi. Endi bu sizga только soha tanlash uchun. Dальше уже universitetda, agar universitetingiz qancha topovoy bo'lsa, shuncha ko'p partnyorlari bo'ladi. Partnyorlar qaysi jihatdan partnyor? То есть выпускникlarni ishga oladigan kompaniyalar, organizatsiyalar. Вот, это уже там ikkinchi kursdan, если не ошибаюсь, bo'ladi shunaqa karyerный marafon deydi. Har yil bo'lardi, biz o'qigan paytda ham. Har xil stajirovkalar bo'ladi. То есть ish topish относительно oson agar более высокий reytingda turadigan universitetda o'qigan bo'lsangiz, bu narsa sizga oson bo'ladi. Также men sizlarni e'tiborlaringni qaratmoqchiman, shahar tanlashga ham juda ham ehtiyotkorlik bilan shahar tanlash kerak, потому что Moskva, Sankt-Peterburg
Bu ikkita katta shahar, mana shu yerda ko'p top universitetlar bor, ko'p organizatsiyalar bor. Bu degani bitirib chiqqaningizdan keyin ishga kirishingiz oson bo'ladi. No, shunga yarasha bu yerda o'zini talablari kattaroq, то есть konkurensiya большая, стоимость жизни, то есть yashash haqqi qimmatroq regionlarga nisbatan. Bizada universitet tayyor, yo'nalish tanladik. Keyingisi bu forma обучения, ta'lim shakli. Rossiyada 3 xil tipdagi forma обучения основном praktikada qo'llaniladi. Birinchisi bu ochniy, ikkinchisi ochno-zaochniy, вечерка ham deyishadi, и zaochka. Ochniy format bu kunduzgi ta'lim, to есть haftada 4 kun, 5 kun, ba'zan 6 kun ham bo'ladi. Darslaringiz bo'ladi bir hafta davomida. Ikkitadan para bo'lishi mumkin, bitta para bo'lishi mumkin, bo'ladi kunlar 3 ta 4 ta para ham bo'lishi mumkin. Haqiqiy studentdek har kun o'qiysiz. Por ochno-zaochniy format bu degani haftada 2 kundan 4 kungacha o'qish bo'ladi. Bitta ikkita para maksimum kuniga. Bo'ladi ba'zi universitetlarda faqat kechki vaqtda bo'ladi. Soat где-то 6 larda boshlanadi, 9:30 10 gacha ikkita para o'qiysiz. И haftaga 3 marta, 2 marta, 4 marta kelasiz. Zaochniy formatdagi o'qish bu sirtqi degani yilda 2 marta o'qiladi, 1-1,5 oydan. То есть agar mana sentyabrga boshlanadigan semestr hisobga oladigan bo'lsak, примерно oktyabr o'rtalaridan to dekabr boshigacha sizga 1 oy o'qish qo'yadi. O'sha vaqtda ham o'qishingiz bo'ladi, paralaringiz bo'ladi, vazifalarni ham o'sha vaqtda topshirasiz, и zachotlaringiz, ekzamenlaringiz ham o'sha vaqtda bo'ladi. Ikkinchi semestr bu bahorgi semestrga bo'ladi, где-то от fevral o'rtalaridan to maygacha qo'yishi mumkin. Uzunligi где-то 1,5 oy bo'ladi. Вот. Forma обучения haqida tugatdik. Ko'p savollar bo'ladi distansion образование haqida. Bu qanaqa образование? Agar sizni forma обучениеңiz distansionni bo'lsa, diplomi O'zbekistonga o'tmaydi. Agar format обучения distansionni bo'lsa-yu, forma обучения tam ochno-zaochno yoki zaochno bo'ladigan bo'lsa, bu o'tadi. Format bilan formasi bu oldindan belgilangan standart, to есть ta'lim shakli distansionni bo'layotgan bo'lsa, bu diplom o'tmaydi. Agar ta'lim shakli kunduzgi, kechki yoki sirtqi bo'lsa-yu, agar formati distansionni bo'lsa, bu diplom o'tadi. И diplomlaringda ko'rsatilmaydi forma обучения, diplom ilovasida ko'rsatiladi. Qaysi formada обучениeni o'qiganingiz, format обучения hech qaysi birida ko'rsatilmaydi. Mana shu narsalarni tanlab olganimizdan keyin, keyingi etap bu, конечно же, o'qishga kirish. Rossiyada qanday o'qiladi и qanday o'qishga kirish kerak bo'ladi? Rossiyada 2 xil formatdan inostrontlar uchun mavjud. Bu birinchisi kontrakt, to есть o'zingiz yoningizdan to'lab o'qiysiz. Yilda 2 marta kontrakt to'lab. Liba же byudjetda o'qisa ham bo'ladi. Birinchi kontraktga kirishni muhokama qilamiz. Qanaqa hujjatlar kerak, nimalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Hujjatlardan kontraktga kirayotganlar uchun men boshda aytib o'tdim, o'sha forma bizani o'rta ta'limni siz maktab bitirgan bo'lsangiz attestat ilovasi, kollej bitirgan bo'lsangiz diplom bilan diplom ilovasi kerak bo'ladi. Undan tashqari загранпаспорт 3 rasm boshlanishiga. И mana shu hujjatlarni, to есть загранпаспортingizni, attestat ilovasini yoki diplom ilovasini perevodi kerak bo'ladi. Notariusdan perevod qilinib, заверенный bo'lganligi. Universitetdan yozib pochtasiga или telefon qilib so'rash kerak bo'ladi. O'zbekistonda hujjatingizni perevod qilsangiz o'tadimi, yo'qmi? Agar o'tadigan bo'lsa, O'zbekistonda perevod qilsangiz bo'ladi. Agar o'tmaydigan bo'lsa, Rossiyani notariusdan qilish kerak bo'lsa, tanish topish kerak bo'ladi. Shu hujjatlaringizni elektron variantda tashlab berasiz. U notariusga boradi siz nomingizdan, и notarius uni tarjima qilib, заверить qilib beradi. Xo'p. Mana shu hujjatlaringiz tayyor, perevodlarni ham taxladingiz. Keyin qanday qilib universitetga hujjatlarni yetkazish kerak? Universitetlarda, rossiy universitetlarda личный кабинет degan narsa bor. Internetda tam ursangiz chiqib keladi. Личный кабинет иностранного абитуриента и universitetda otini yozasiz, chiqib keladi личный kabinetga kirasiz. Bu agar siz Rossiyada yuribsiz, onlayn topshirmoqchisiz, liba O'zbekistonda bo'lsangiz, shu metoddan foydalansangiz bo'ladi. Hujjatlaringizni yuklaysiz, registratsiyadan o'tib, pochta ko'rsatasiz, telefon raqam ko'rsatasiz, hujjatlarni yuklaysiz. И o'sha saytda o'zida chiqib keladi. Siz topshirishingiz mumkin bo'lgan yo'nalishlarni tam ro'yxati. O'zingiz tanlaganlaringizni belgilaysiz, forma обучениeni belgilaysiz. И все, hujjatlarni proverkaga jo'natasiz. 1 kundan 3 kungacha vaqt oladi. Keyin siz pochtangizga keladi. Haqiqatan hujjatlaringizni qabul qildik, ekzamenlarga yoziling yoki biz sizni o'zimiz ekzamenga mana shu kunga yozdik, ekzamenga kirishingiz kerak bo'ladi.
Rossiyani o'zida bo'lsangiz, hujjatlaringizni originalini olib, to есть o'sha 3 rasmni, загранпаспортni, там o'qish haqidagi dokumentlaringizni и переводlarni olib borasiz. Universitet o'zi birdaniga hujjatlaringizni tekshirib oladi. Xo'p, imtihonlar qanday bo'ladi? Imtihonlar agar siz Rossiya hududida bo'lsangiz, universitet talab qilishi mumkin kelib topshirishni. То есть universitetda zdaniyasida aytilgan vaqtga kelasiz, yozma ravishda yoki kompyuterda testlarni yechish kerak bo'ladi. Agar chetda bo'lsangiz, universitetga yozsangiz bu haqda, universitet ko'pincha agar kontraktga kirayotgan bo'lsangiz, distansion imtihonlarni qo'yib berishga ruxsat beradi. Hamma universitetlar emas, но большинство ruxsat beradi, чтобы distansion imtihonlardan o'tishingizga. Imtihon savollari qanday bo'ladi? Imtihon savollarini oldindan ko'rsa bo'ladi. Uning uchun har bitta universitet o'zi hujjat qabul qilishdan oldin o'zini saytiga demo variant degan narsani chiqaradi. Demo variant degan tushishi mumkin bo'lgan savollarning turlari, har xil premyerlar. Demo variant, faningiz zoti, universitet otini yozasiz, internetda chiqib keladi, ochib ko'rish kerak bo'ladi. 2-3 marta yechib chiqsanglar, nasib bo'lsa o'tib ketasizlar imtihonlardan. Kontrakt uchun talablar примерно 50 balladan boshlanadi. Xo'p, universitetingizning reytingiga qarab ballar yuqoriroq bo'lishi mumkin, minimalni ballar imindan. Imtihonlarni topshirganlaringizdan keyin universitet уже hamma imtihon topshiradigan bolalar, o'qishga kirayotgan bolalar imtihon topshirgandan keyin список рекомендованных абитуриентов к поступлению degan список chiqaradi, liba sizlar bilan bog'lanadi, aytadi, to что ballaringiz yaxshi, fanlarni yaxshi topshiribsiz, kelib dogovor tuzib keting buxgalteriya bilan deydi. Agar Moskvada bo'lsangiz yoki tam Rossiya hududida bo'lsangiz, universitetga to'g'ridan-to'g'ri borsangiz bo'ladi. Agar siz O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsangiz, onlayn olish kerak bo'ladi, buxgalteriya bilan bog'lanib so'rash kerak bo'ladi, dogovorda onlayn versiyasini sizlarga jo'natishi. Dogovor распечатка qilasizlar, imzo qo'yasizlar, qaytarib jo'natasizlar. Ya'ni shu dogovorda universitetni rekvizitlari, bankovskiy rekvizitlari и summalar ukazat qilingan bo'ladi, qancha to'lov qilishingiz kerak o'qish uchun. O'zbekistonda bo'lsangiz, banklardan urinib ko'rsangiz bo'ladi to'lashga. Agar O'zbekistonda banklardan to'lay olmasangiz, to Rossiyadan tanish topish kerak bo'ladi. Dogovorni elektron variantda tashlab berasizlar, u borib bankdan, liba o'zini onlayn приложениyadan bankdan to'lasa bo'ladi. Rossiyada bo'lsangiz, dogovor olasiz, xohlang onlayn bankdan, tam Sberbankdan, Tinkovdan, любой bankdan to'lasangiz bo'ladi, liba borib отделениyadan ham to'lasanglar bo'ladi. Sanalarni ham aytib beray birdaniga. Hujjat qabul qilish shu yil boshlandi, masalan 26-yil misolda aytadigan bo'lsam 20-iyundan boshlandi. Kontraktlar to 5-avgustgacha. To есть 20-iyundan to 5-avgustgacha hujjatlarni qabul qiladi va ekzamenlarni o'tkazadi. Ekzamenlarni javoblari примерно avgust oxirlariga chiqadi va o'sha vaqtlar kontraktlarni dogovor tuzib, kontrakt to'lash kerak bo'ladi. Prikaz degan narsa bu, universitet kontraktlarni to'lagan bolalarni prikazini chiqaradi. Prikaz degani mana shu prikaz eng oxirgi etaplardan bittasida. Prikaz chiqdi degani siz точно o'qishga kirdingiz. Prikazda yozilgan bo'ladi, familiya ismingiz, mana shu nomli prikaz orqali mana bizning universitetga student bo'lib zachислен qilindi degan prikaz bo'ladi. Вот. Bu narsa avgust oxirida bo'ladi. Agar siz tam forma обучения zaochniy bo'lsa, ozgina kechroq ham bo'lishi mumkin. Chunki o'qishingiz sal kechroq boshlanadi. Xo'p, O'zbekiston fuqarolari Rossiya universitetlariga qanday byudjetga o'qishga kirsa bo'ladi? Byudjetga o'qishga kirishi 3 xil yo'li bor. Birinchisi bu to'g'ridan-to'g'ri universitetga hujjat topshirib, primoy nabor bilan. Ikkinchisi bu olimpiadalarni yutib, konkurslarni yutib. Universitetlar bor, ba'zi universitetlar olimpiadalar o'tkazadi, konkurs o'tkazadi, inostraniy grajdanlar uchun mana shularni yutsanglar, byudjetdan bitta joy beradi sizga. И uchinchi yo'li bu Россотрудничество. Hozir hammasini объяснять qilaman, qaysiga qanday podxod qilish kerak va qanday qilib o'qishga kirsa bo'ladi. Hop, primoy nabor bu degani to'g'ridan-to'g'ri universitetga hujjat topshirib. Sizlarga bo'lsa, kontraktga kirish uchun hujjatlarning ro'yxatini aytdim. Ana shu hujjatlarga qo'shimcha kerak bo'ladi sizning metrkangiz, dadangiz yo oyingizni metrkalari, kimni metrkasini topgan bo'lsangiz, o'sha kishining pasportlari kerak bo'ladi. Mana shu hujjatlarni hammasini rus tiliga tarjima qilasiz. To есть o'zingizning metrkangizni, boyangi aytgan hujjatlarimga qo'shimcha. O'zingizning metrkangizni, ota-onangizni kim pasportini topgansiz, pasportini, metrkasini. Ularning metrkasi yozilgan bo'lishi kerak, to что sir vaqtda tug'ilganligi. Вот. Bu narsa status соотечественника deyiladi. Bu status universitetga yozib, "Men гражданин Республики O'zbekiston, хочу поступить как соотечественник" deb yozsanglar, o'sha shaglarni tashlab beradi. Mana shu hujjatlarni yuklasanglar, sizlar соотечественник bo'lib kirasizlar. Bu degani xuddi rus fuqarolari bilan bir xil o'rinda. O'zgarishlar talablari bor. Hozir данный moment ko'p universitetlar bunaqa status bilan kirayotgan bolalarni so'rayapti, чтобы kelib ochni imtihonlarda qatnashishini. Bor universitetlar distansionni o'tsa ham
bo'ladi deganlari bor. Agar Rossiya hududida bo'lsangiz, to точно chaqirishadi, shtab borib universitetda o'zida imtihon topshirishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu olimpiadalar bor universitetlarda, ko'pincha top universitetlarda olimpiadalar o'tkazadi. Bu narsa boshlanadi где-то oktyabr boshidan to aprel-maygacha. Universitetlar bitta faqat hujjatlaringizni oladi, pasportingizni, attestat ilovani oladi и konkurs qiladi. Portfolio so'rashi mumkin, bor testlar o'tkazadi har xil fanlardan. Bu olimpiada savollar endi vstupительniga nisbatan qiyinroq bo'ladi. Uni yechib oladigan bo'lsangiz, o'zingizga o'ylagan bo'lsangiz, unday o'qishga kirsangiz ham bo'ladi. Agar qiziq bo'lsa yozib qoldiring kommentariyaga, men может 3-4 ta variantlarni olib obzor qilib bitta video qilib beraman shu haqda ham. Uchinchisi bu Россотрудничество. Rossiyada Русский дом degan narsa bor. Русский дом bu rossiyskiy образованияni mana shu dunyo bo'yicha popularizировать qiladigan organizatsiya. Ular nima qiladi? Ular ham xuddi shu olimpiadaga o'xshaganroq formatda o'tkazadi, faqat bitta bir narsa bor. Ular muayyan bir davlat uchun o'tkazadi. To есть, masalan, O'zbekistonda Россотрудничество qabulni 15-sentyabrdan boshlaydi to 15-noyabrgacha. Shu vaqtda bolalardan hujjatlarni oladi. To есть, pasportini, rasmini, maktabda hali o'qiyotgan bo'lsa, tabellarni bitirib tugatgan bo'lsa, o'sha attestat ilovasini, liba diplomni ilovasini oladi. Keyin где-то fevral, mart, aprel oylarida imtihon o'tkazadi. Imtihon ballari bo'yicha o'sha joylar ajratilgan. Mana shu o'tgan yil 800 ta joy ajratilgandi. To есть, O'zbekistondan faqat O'zbekiston fuqarolari mana shu 800 ta joy uchun kabi kurashadi deymizmi, shunday bo'ladi. Вот. Примерно aprel-maylarda o'tganlarni ro'yxatini chiqarishadi. И bitta sal qiyin momenti bor. Siz hujjat topshirayotgan vaqtingizga Россотрудничествоning sotrudniklari sizlarga aytadi, что 6 ta universitet tanlang deydi. Chunki mana shu o'tgan 800 ta bolaning hujjatini har bittasi masalan 6 ta universitet tanlagan bo'lsa, o'sha o'zi tanlagan 6 ta universitetga jo'natadi. Ya'ni shu universitetlar tanlash kerak bo'ladi. U bolani bittasi olish kerak bo'ladi. Endi prioritetность bo'yicha birinchi ko'rsatgan universitetingizda birinchi bo'lib ko'rib chiqadi, ikkinchisi ikkinchi, shunday ketaveradi. Agar universitetlar qabul qilmasa sizni plus 2 ta universitetni minobirni o'zi qo'yib beradi. Endi universitetlar sizni qabul qilmasligi mumkin, agar joy bo'lmasa, haqiqatan ham joy bo'lmasa, 2 ta universitet qo'yib beradi, joyi bor, ana shu universitetdan bittasi tanlaydi sizni. Men o'tgan mana shu kirish yo'llari bilan byudjetga kiradigan bo'lsanglar, sizlar ishlab berishlaringiz yo qanaqadir majburiyatingiz bo'lmaydi. Bemalol kelib o'qiysiz, o'qishni bitirib, xoh qaytib keting, xoh bu yerda qoling, vыбор за вами. Xo'p, men aytgan metodlardan birontasini ishlatib, donasi qilib o'qishga kirgan bo'lsangiz, to есть договорный formaga kirgansiz, kontraktlarni to'ladingiz, prikazingiz chiqdi, lebo byudjetga kirdingiz, просто prikazingiz chiqdi. Kelasi etap, конечно же, o'qishga kirib kelish kerak bo'ladi. Sanalari примерно shu o'qish boshlanishiga yaqin bo'ladi, men ularni aytib o'tdim. Xo'p, Rossiyaga qanday kelsa bo'ladi? Samolyotda, bizda bezvizовый rejim, samolyotda tam chegarani kesib o'tsangiz bo'ladi, poyezdda ham kelsa bo'ladi через Qozog'iston. Вот. Любой holatda ham sizlar pasportni kontroldan o'tasizlar. Pasportni kontrol qanday bo'ladi? Pasportingizni berasiz, sel vyezdani so'raydi. Sel vyezdaga agar ochniga kirgan bo'lsangiz, xoh kontrakt, xoh byudjet, siz uchoba deb ko'rsatishingiz shart. Ochni zaochniga kirgan bo'lsangiz, universitetga bog'liq, ba'zi universitetlar rabota deb kelishga ham ruxsat beradi. Nima uchun rabota deb kelish kerak, liba uchoba deb kelish kerakligini men alohida keyinchalik tushuntiraman. Xo'p, lekin qonun doirasida qanday? Agar siz rabota deb keldingizmi, дальше patent qilasiz и дальше ham ishlab ham o'qib yuraverasiz. Agar universitet ruxsat bersa. Agar uchoba deb ko'rsatgan bo'lsangiz, как studentdek hujjatlarni дальше оформлять qilaverasiz. И zaochniga keladigan bo'lsak, zaochni agar siz faqat shu 1,5 oy o'qiyman, qaytib ketaman desangiz, lutf uchoba ko'rsatganingiz yaxshi. Agar niyat qolib dальше ishlamoqchiman deyotgan bo'lsangiz, to rabota qilib kirish kerak bo'ladi и дальше patent оформлять qilish kerak. Chunki zaochni o'qiganingiz sizga основание bermaydi. O'sha o'qigan muddatingizdan boshqa vaqtda qolishga ruxsat bermaydi. Migratsion karta bu yoqda chiqadi. Selvezdani aytdingiz, uchoba rabota. Uchoba rabotani aytganingizdan keyin so'rash mumkin, uchoba desangiz, qaysi universitet, qaysi shaharda joylashgan, nima yo'nalishlar. Endi bu o'zini qiziqtiradigan savollar. Savollar endi oson, ko'p qilish shart emas, ulardan vahima qilish shart emas. Savollarga javob berganingizdan keyin qo'lingizga migratsion kartani beradi, подписать qilgin deydi, imzo qo'yishingiz kerak bo'ladi. Migratsion kartaga
где-то 15-20 sekund mayli ko'proq vaqt ajrating, lekin hamma danalaringizni, tug'ilgan sanangiz, familiya ismingiz, pasportni danalaringizga yaxshilab e'tibor bering. Agar birorta harf noto'g'ri bo'lsa, bo'lishi mumkin, kerak bo'ladi, yana qaytadan kirdi chiqdi qilishingiz kerak. Bu degani там bilet ol, qaytib bor, yana qaytib kel, lishniy расход. Также o'sha siz aytgan selingizdan tagiga chizilgan bo'lishi kerak. Uchoba degan bo'lsangiz, uchobani tagiga, rabota degan bo'lsangiz, rabotani tagiga chizilgan bo'lishi kerak. Bunga ham qattiq e'tibor berasizlar. Xo'p, agar siz ochniga kirgansiz byudjetga, to sizga universitet 100% joy ajratadi. Agar siz kontraktga kirgan bo'lsangiz, ana shu universitetga byudjetga kirgan bolalardan joy qolsa, keyin sizga beradi. Ochni zavochni universitetga bog'liq. Universitetda joy bo'lsa beradi. То есть kerakli odamlarni joylashtirgandan keyin joy qolsa berishi mumkin. No, praktikada 80% universitetlar joy bermaydi ochni zavochda o'qiydiganlarga. Вот, u ham aytaman, что migratsionga uchoba ko'rsatilganlarga. Zaochnida ham shunaqa под вопрос. Qaysi universitetda joy bo'lsa, именно o'qish vaqtingizga berishi mumkin. И цель yezdingiz uchoba ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Chunki tam universitet yotoqxonasiga faqat uchoba sel bilan shu universitetda zachисление bo'lgan, shu universitetda o'qiyotgan bolalar yashay oladi. Qolganlarning haqqi yo'q. Xo'p, shu bilan birinchi video tugadi. Keyingi videoda bo'ladi registratsiya, migratsionka, bularni qanday cho'zish kerak, дальше медосвидетельствование, дактилоскопия, bularni qanday оформить qilish kerak, и sizni forma обучениеңizda qaysida ishlasa bo'ladi, qaysida ishlash mumkin emas. Shular haqida gapirib beraman. Agar o'zingizni qiziqtirgan yana mavzular bo'lsa, именно shu o'qish doirasida kommentariyaga yozib qoldiring. Stoychiy mavzular bo'yicha обязательно video qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Hayot bu qarorlardan iborat. To'g'ri qaror qilinglar. Assalomu alaykum.